Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Lochi 25 va bugun biz sizlar bilan E-imzo dasturini o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Uning uchun bizga ikkita joydan ko'chirib olishingiz mumkin. Bu birinchisi brauzerni ochamiz. Birinchi usulni ko'rsatib beraman. E-imzo e-imzo.uz rasmiy sayti bor. Mana shu yerdan ham ko'chirib olish mumkin. Elektron raqamli imzo deb yozib qo'yibdi. Mana e-imzoni ko'chirib olish. Va bu yerda har xil nima turlari ko'rsatilgan. Har xil turlari ko'rsatilgan. Masalan, Linux uchun olish mumkin, Mac OS uchun. Va mana bu ikkinchi variant bu bizda Windows uchun. Windows uchun ko'chirib olish varianti bor. Bosamiz va brauzer загрузка qilishni boshlaydi. Kechacha 41 megabaytda ko'chirib oladi. Bu mana buni kopirovat qilib olamiz. Sababi bu arxiv kodi. Arxivning kodi sanaladi. 20-23-23-2. 2 marta bosilib ketganiga ishlab ketdi. 20-23-23-2. Tak. Bu nima bo'lganicha kutib o'tiramiz. Tak. E-imzoni ko'chirib olib bo'ldik. Bu 2 martada bo'ladi. Mana bu yerga kiramiz. Va ana papkaga bossak, загрузка bo'limiga tushgan. File. Izolate qilamiz. Demak, загрузка bo'limida turibdi. Izolate qilamiz. Izolate v. Okay. Parol 20-23-23-2. Kompyuterim ozgina qotyapti, uzr so'rayman. Endi biz C diskga kiramiz va papka ochamiz. Papka ochamiz. Yozuvni o'chiramiz va quyidagicha yozamiz. Videoni tiniqlashtirsangiz ko'riladi bu yerdan. Mana shu yerga biz imzolarimizni tashlab qo'yishimiz kerak. C diskda ana shunday fayl ochib, mana shunday nomlaymiz va imzolarimizni shu yerga tashlab qo'yamiz. Menda elektron imzo yo'q. Sizda bo'lsa foydalanishingiz mumkin. Ko'chirib olgan papkamizga kiramiz. E-imzo bosamiz. Tasavvur qiling, siz imzolaringizni tashlab qo'ydingiz. Ana endi dali ustanavit. Demak, imzo ustanavka bo'ladi hozir. Reset. Okay. Mana imzo. Yerdan reset. Reset do'stim. Nima bosamiz? Mana imzo ishga tushirildi. Imzolaringizni tashlab qo'yganingizdan keyin birinchi ustanavitga bosasiz, ikkinchi yana shu yerga bosib reset. Ikkinchi yerga yana ana shu yerga turgan bo'ladi, bosasiz va разработчикdan reset разработчикka okey qilib qo'yasiz. Shundan keyin imzongizni xohlagan brauzer, Google yoki Yandex orqali kirib bazangizga kirib olishingiz mumkin. Agar kompyuterni bir o'chirib yoqqaningizdan keyin yana imzo ishlamay qolsa, yana mana shu yerdan shu pichga o'chib qolgan bo'lishi mumkin. Yana bitta bosib okey qilib qo'yasiz. Shundan keyin ishlab ketadi. Xo'p, buguncha sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan narsam shu edi. Sizlar bilan Lochi 25 bo'ldi. Kanalga podpiska bo'lib qo'ying va like tugmachasini bosishni esingizdan chiqmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.